Shaharni Qoq markazidan 3 xona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Bosch brendiga tegishli xolodilnik, mikrovolnovka va duxovkalarni ko'rdinglar. Naqd $1000 smart televizorlariga ega. Uyimiz 100% tepli poldan iborat. Kirush prixoshkamiz bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Yotoqxonani o'zida ham alohida sanuzel qismlariga ega. Xonadonimiz Shayxontohur tumani Drujba Narodovda joylashgan. Televizor va garderob shkaflarini ko'rdinglar. Remontini o'ziga naqd $53,000 pul sarflangan. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismlarini ko'rishingiz mumkin, marhamat. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Katyolniy qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, marhamat. Qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Bu yoqda bolalar xonasi joylashgan. Umumiy maydoni 72 kvadrat metrdan iborat. Bu fayzli xonadonimiz 9 qavatli domni 8-qavatida joylashgan. Shundoqqina U-Tower ro'parasida. Ha aytgancha, bu uyimiz Alisa sistemasida ishlaydi. Uyimiz narxini $145,900 so'rashyapti. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim. Bemalol kelib baraka qursangiz bo'ladi.